Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. 23 fevral 2025-yil bahor ekilgan shaftoli zordamiz. Eski bog'larimizning bir boshdan mana yarim gektarchani buzib yangilaganmiz. Bu maydonimiz daryo bo'yida bo'lgani uchun bu yer o'ta suvni tortib ketish sur'atiga ega ekan. Shuning uchun ko'chatlarni sug'orishga muammo bo'lib, ko'chatlarimiz yaxshi rivojlanmagan. Mana kuzda olasiga ekilgan ko'chatlarimizni hozir shakl yurish kesishini bajaryapmiz. Endi 25-yil ko'chatlarimizda mana ko'pi nima uchun bunaqa bir yoqdan bitta ikkita shoxlaydi degan savolga hozir javob izlaymiz. Sababi mana bog'bonlarimizga tavsiya, e'tibor berish kerak. Masalan, ko'chatni gaplashamiz, bog'dan sap-sap ko'chatni gaplashamiz. Shuni faqat bunga sabab bo'lgan omillar ko'chatni yuhlashda, tushirishda, ekkuncha bo'lgan jarayonda mana shu kitalarimiz sidirilib ziyon yeb qoladi, kitalar to'kilib ketadi. O'sha bitta ikkita qolgan kitalarimizdan o'sha bitta ikkita rivojlanadi shox. O'shani hisobiga cho'qon tag'ib, mana bir tomoni kal, nestandart ko'chatlarimiz shoxlaydi. Shuning uchun o'sha tomoniga e'tibor berish kerak. Ayniqsa bog' yaratayotganlar o'sha ko'chatni ehtiyot qilib, ko'ylagan yerdan, masalan, zakaz bilan ko'latib olib kelinadi. Faqat shu mashinaga yuklaganda aqatashab tushirishda sidirib olib, ekkinda ham shu kitalarga ehtiyot bo'lmasdan mana shu oqibatga kelib qoladi. Keyin mana bo'lganda bitganda bog'larimiz shakl ola olmaydi. Uni endi shakllantirish uchun mana bitta shoxni rivojlantirish kerak. Bu yoqda mana meva shoxlarimiz, liderlarimiz olib chiqish yo'qib qoladi. Mana ikkinchi ko'chatimizni olsak ham xuddi mana shunday. Mana shu ziyon yegan kitalarimiz ko'hlamagan. Mayda ikkita shox chiqqan. Pastlarda chiqqan shoxlarda keyin baribir yonboshga o'sib ketadi, traktorga xarid qiladi, bularni kesib tashlaysizlar. Tagida o'zi qo'yish mumkin emas, shu tevadan lider qo'yiladi. 40-50 sm kesilgandan keyin. Xo'p, mana e'tibor bersanglar, mana o'sha ziyon yemagan ko'chatlarimiz ikkitalaridan yaxshi mana shoxlar chiqqan. 5 ta 6 ta. Aslida mana shunday bo'lish kerak ko'chatlarimiz. Sog'lom olib kelib, sog'lom eksak, ikkitalarini mana shunaqa sifatli ko'chatlar barpo bo'ladi. Mana keyingi ko'chatimiz bu ham mana o'sha pastdan tevagacha ponni ikkitalarimiz ziyon yegan, ko'hlamagan. Uchidan mana bitta ko'hlagan. Tag qismidan uloq tagidan mana 3 ta shox yaxshi chiqib ketdi. Endi buni shularni mana qo'yamiz, uchalasini yaxshi. Mana shularni o'sha ko'chatni ekish jarayoniga kelguncha ziyon yegan ko'chatlarimiz. Chiqish kerak bo'lgan kitalar sidirilib ketgan. Kerakli joydan shakl olmagan. Mana keyingi ko'chatimiz bu ham xuddi shunday. Ikkitadan mana rivojlangan. Bu yoqlarda o'sha sidirilib ketgan kitalar. O'zim juda ko'p guvoh bo'laman. Ko'chatlarni o'sha ko'ylab tayyorlab qo'yuvchilar ham e'tibor bermaydi. Bozordan olayotib e'tibor berishmaydi kitalariga. Kesadan joylarda kita bormi yo'qmi? Shularda bo'ladi, lekin maydon bu yoqda bo'ladi, uni kesib tashlanadi. Kerakli joylarda shulardan boylanadi-da, ko'chatni yig'ishtirib boylaganda o'sha bir-birini kitalar sidirilib tushib ketadi. Shunga haligi bog'bonlarimiz ham e'tibor berish kerak. Ko'chatchilar.
Mana o'sha 2025-yil ekilgan ko'chatlarimiz. Bittasi bolalar shunchalik ko'hlabdi. 3 ta lider mayda mana. Menda 3 ta 4 ta lider qo'ysa bo'ladigan rivojlanyapti. Endi mana 2 yoshli ko'chatlarimizga qanday shakl beryapmiz? Mana shuni ko'rsataylik. Misol mana 40 santimetr oshib qo'ymaymiz. Ko'chatimiz hali yosh. Ulardan hozir darrov meva olishga biz shoshmasligimiz kerak. Oldin shakllantirib olishimiz kerak. Tanalarni baquvvat qilib o'stirib, kerakli shoxlarni yo'naltirib. Hozir buni boydan kesib tashlashimiz kerak mana. Xo'p. Balandligini orasidan chiqib chiqamiz, yaqin bo'lib qoladi. Mana do'stlar, bo'ldi. Endi hamma ko'chatimiz ham bor shoxiga qarab shakllanadi. Qancha yaxshi chiqqan bo'lsa, shuncha shaklimiz chiroyli bo'ladi. Oldin ko'rsatganlarimiz o'xshab kalib qolganlardagi iloji yo'q. Uni bo'ladi, shoxlari kam chiqadi. Sekin-sekin ularni ham keyingi yillarda rivojlantiramiz, shox chiqsa. Mana boya quruganda yerdan kesib tashladik. Tayadan chiqqan yaxshi. Endi uchalasi 3 ta litr qilamiz. O'rtoqlar, mana asosan mana shu mavzuni sizlarga yetkazmoqchi bo'ldik. Ko'chatlarni ekish jarayonida yo'l qo'yiladigan xatolar, bog'larimizni chiroyli barpo qilish uchun ana shunday e'tiborli amallarga e'tibor qilishimiz kerak. E'tiborni qaratishimiz kerak. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi mavzuda ko'rishguncha.